Assalomu alaykum, Yakov House obunachilari. Dehqon supermarketni domida 104 metr kvadrat 4 xonali kvartiramiz chiqdi. Sizlar bilan shuni ko'ramiz. Primo egadan hozir aksiya bo'lib turibdi. Bilasizlar, bu tarafimiz stadion. Bu tarafimiz esa sholka matal bo'ladi yakilla. Domni lifti ishlab turibdina, ko'rib turganlaringizdek. Prixожий zonani ham ko'rib turibsizlar kattaligini. Bitta darajada katta, giraversa shuningdek oynalar bilan ishlov berilgan. Yakilla bu katta mehmonxonamiz. 12 adamlik ustar kursi bemalol sovib turibdi. Mehmonxonamizni o'zini ko'rib turibsizlar, hamma narsasi bor, konditsioner, televizor. Bu yerda bir spalnimiz, o'zini balkoni bor. Bu manzaraga qaranglar bor. Yana manzara. Yakilla bu kichkina zalimiz. Restoran ham ko'rib turibsizlar, televizonalar ham bor. Navbatdagi spalnimiz. Spalni garnitur hamma jihozlari bilan bemalol sig'adi. Oshxona hamma jihozlar sig'ib turibdi, ko'rib turganlaringizdek. Duxkontrolning kotellarimiz ham bor. Filtrlargacha qo'yilgan. Oshxonamizda yana bir balkon bor. Shaharga bir dahshat ko'rib turibsizlar.